RFA, Channel 1. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugünkü proqramımızda Amerika bilan Xitoy arasındagi savdo munosabati to'g'risida suhbat elib boramiz. Biz bu munosabat bilan Amerika Uyğur birlashmasining raisi Elshad Hasan apandi bilan Turkiyadagi Hacıtepe Universitetining dotsenti Erkin Akram apandini alohida taklif qildik. Suhbatimizga xush keldinglar. Rahmat. Undaq bo'lsa, biz oldi bilan Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo suhbatining jarayonini bir ko'rib chiqaylik. Donald Trump 2016-yili Amerika prezidenti bo'lib saylangandan keyin Amerika hukumatining Xitoy siyosatida, bo'libmi savdo siyosatida ilgari ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Trump prezident bo'lib uzun o'tmayla Xitoyning yillardan beri Amerikaning aqliy mulklarini o'g'irlaganligi, o'z bozorini Amerika shirkatlariga yechib bermaganligi va ikki taraf savdosida necha 100 milliard dollar qiymatidagi tengsizlik keltirib chiqarganligini qattiq aybladi. Buning bilan ixtiloflarni hal qilish uchun Amerika bilan Xitoyning yuqori darajadagi vakillari 1 yildan ortiq vaqt ichida ilgari keyin bo'lib 10 necha qitim suhbat o'tkazdi. Dastlabda Amerika vakili Moliya ministri Steven Mnuchin bilan Xitoy vakili muavin bosh ministr Liu He ko'p jihatlardan putishib, bu yil 10 may kuni kelishimning oxirgi ramkasini puturmoqchi edi. Vaholanki Xitoy taraf kelishimdagi ilgari o'zlari qo'shilgan ma'qulliklardan yenib oldi. Natijada suhbat mag'lub bo'ldi. Bununla g'azablangan Trump 250 milliard dollar qiymatidagi Xitoy mollariga qo'yiladigan tamojna bejini 25% ga o'stirdi. Bundan o'ch elish maqsadida 2 kundan keyin Xitoy 60 milliard dollar qiymatidagi Amerika mollariga qo'yiladigan tamojna bejini 10% ga o'stirdi. Buning bilan ikki tarafning savdo suhbati rasmiy bir maydon savdo urushiga aylandi. Unda bo'lsa, men oldi bilan savolimni Erkin apandidan boshlay. Erkin apandi, bu Amerika bilan Xitoy orasidagi ikki tarafning savdo jihatga asosli ixtiloflari nima? Bu ikki davlat hamda nimani talashyapti hozir? Şimdi 1985'ten itibaren iki devletin arasındaki savdo tamponsuzlukla başlayan. Bu iki tarafındaki savdo miktarı köpeygen sırı arasındaki bu tamponsuzlukla, yani ticaretindeki san cetteki bu tamponsuzluklarla başladı. Misal 2017'de deydiğen olsak, iki tarafındaki savdo umumi somu 635 milyar dolar etrafta. Ama Amerika'nınki ziyiniga 375 milyar dolar. Bununla bu Amerika'nınki düşencesi, ona hiç olmasa 200 milyarga düşersek bunu. Yani bu ziyanı tatil vermeyli de dayağa bizim işlerken. Fakat bu 2018'de bu bizim işlerken takdirdim. Yanıla bu tarafındaki ticari 633 milyar bulup Amerika 3 milyar dolar oldu. Yani Amerika buna tamponsuzluğuna bir tutuşlar. Eğer de Xitoy uymay kalsa, hem de Xitoy'nki Amerika kırdığan malga vajine bir östürüş diyen bir siyasetine ilip bağlı. Bu sebepten tüpeyli iki taraftan şu can başlayan oldu. Yani. Prezident Trump çıkan dünyaya hem de bir yıl mabeyinde bu iki taraf 10 qitimdan artıq savdo yuqori darajalik savdo suhbati ilip bağdı. İlip bağında bular qaysi jihatlardan kelişeldi? Köp jihatdan kelişemedi. Ma bu Amerika'nınki açlık ve poğaçaklarını Xitoyga satılgan jihatda Xitoydan yalnızla söz aldı. Ama konkret bilmelerini de demedi. Yani Amerika'da qancha miktarda qancha fon alınğan hakkında o iniq bir gap söz yok. Ama bu savdo uruşular birlikte başka narsalarni o'tirib chiqadi. Olubma misalga Amerika'nınki aqli mülkini o'g'irlab ishib deyishgandek. Ondan keyin bu siber o'g'irlikchilik degan mesele var. Ondan keyin bu Amerika'nınki Xitoydagi şirketlerinin mahfiyetini Xitoyga bildirishda zorladı bunu. Hatta Amerika'nınki Xitoydagi şirketlerninki faaliyetlerini anca-munca çekleydiğen ve Amerika'nınki şirketlerge Xitoyda bazı imtiyazını tanımaydiğen
Aslında ahvallama çıkıyor. Doğru. Bununla Amerika tarafı hem de bunu mu düzüş lazım da bunu mu bizim işi var. Elbette. Ve ötkenlerde bir ibaret ile münasebetli bir kanun çıkaran. O kanunda çetel teşkilatlar hem özününki məxfiyyətini tapşırdı ve şundakla tekniklerini, teknolojini tapşırdı diyen bir ibarı vardı, bir madde vardı. Aşı cidden biraz yumuşakan oldu ama başka cidden inik ve bir yumuşakan bir gap yoktu. Elşad efendi bu Xitoy bilan Amerika taraf mana 10 qatımga yaqin ko'rishgandan keyin masalan bu Xitoy hukumati eng oxirgi hisobda xiljiq jihatdan kelishdi bo'lmasa, ammo o'z va'dasidan voz kechdi. Sizningcha bu Xitoy hukumatining to'satdan bundan voz kechishining sababi nima? Birisi Xitoyninki boshdan oyoqla hozir Pashog'ini bir necha oydan burun suhbat boshlangan vaqtida Xi Jinpingninki siyosiy byurosi yig'ini ichib Xitoylarga bu suhbatni aql so'rash, shu orqali Prezident Trump agar saylamda qilib qoldigan ish bo'lsa, buni yana bir hukumat bilan buni suhbatlashish. Mana degan vaqtida Rossiya masalasidan Trumpninki ikkinchi qatim saylanib chiqarmasligini ko'z tutgan. Ikkinchi jihatdan bir 2 haftaning oldida Trump Amerikaninki g'azinasininki o'simni tezdan tuvallatishni talab qilgan, besim qilgan. Buni Xitoy Amerikaninki savdo jihatdami, iqtisodimi ojizligi bor ekan, shuning uchun buni oldirmay aqig'ini so'rsak bo'ladi ekan degan bu yana bir xato parazdim bo'lgan. Endi buninki 3-tarafı nima degan vaqtida Erkin Akram apandimning javobi bilan munosabatlik. Bu yerda Amerikaninki Xitoyga qo'ygan talabi mushu butun savdoda o'xshash raqobatda bo'lish ikki tarafninki Xitoy mo bozorni butunlay ichish. Bu ichish degani xuddi mush Amerikada har qanday bir shirkat Xitoyning shirkati kelib savdo qilgan vaqtida hech qanday cheklimga uchramagandek shu darajada Xitoyning bozorini ichish va'dasi bo'yicha bu 10 yilning oldidagi WTOga kirgan vaqtida Xitoy imzo qo'ygan vaqtda berilgan va'da. Mana degan vaqtda shuning uchun Amerikaninki buda qitim suhbatning oldida Xitoyga tizpagan Xitoyninki mushu xil barobarlik savdoga, ochiq savdoga qo'yilgan qonun tizimligini bergan, bu qonunlarni shu zaman hammani amaldan qoldirib e'lon qilsalar degan. Shuning buningga Xitoy chidamagan gap. Uningdan keyin Xitoyninki hamda eng oxirgi birisi buningga hamma nimaga ma'qul desak, bo'libmi Liuxi Xitoyninki bosh suhbatchisininki oxirgi bayonotida deyilishicha bu Xitoyning yuzi xalqarada tushib ketadi. Amerikaga hamma talabga ma'qul degan bo'ladi. Buningda Xitoy o'zining biz qudratlik, hammadan bil tan kela olamiz degan obro'yiga ta'sir yetadi degan bir narsami bor. Hozir hamda bunda bir vaziyatda Xitoyning davlat raisi Xi Jinping masalan o'sha 15-may kuni o'zining tunji nutqida, ya'ni bu Amerika bilan Xitoy orasidagi munosabatni naql keltirib, endi bu bir ya'ni madaniyat, yana bir madaniyatdan ustun bo'lmaydi deb atadi. Sizningcha bu nima degani? Ya'ni bizning sistemimiz sizlarning sisteminglardan yaxshi deganimi va yoki Xitoyning madaniyati Amerikaning madaniyati bilan barobar demakchimi? Aslında hazır şu xalqaro munosabatda deyilayotgan medeniyet tutum her devletga, her medeniyet veya kültürü qaraganda farklı olur. Xitoyning demakchi bo'lgani, ya'ni sening medeniyetin bo'lsin, qimmat o ijtimoiy va siyosiy qimmatlar bo'lsin, onu biz qabul qilmaymiz. O'z oldimizga bizning o'zimizningki bir medeniyetning bog'lig'ini chaqalab-oladi. O'tganda men shu Xitoyningki shu İslahatına ilip girişinde 40 yıllığı için bir yığındıma Xi Jinping uçuk dedi bunu. Yani hiç kim bizge bir narsa üretmesin, onda malumlara ihtiyacımız yok. Biz özümüzdeki yolu var, o yolda mağımız da vardır. Bu degani bular Xitoy hukumati yani bir Amerikadan halqıgan şaraitda bir yangidan dunyo tartibini o'zimiz qurib chiqamiz demakchimi? O gap to'g'ri, uningki misolga 19 partiya kongressindami bu gapni ta'kidladi. Misolga 2020da namratlikni yo'qtimiz, 2035da eng kuchli davlat bilan teng bo'lamiz va 2050ga borgan chog'da jahongir davlat bo'lamiz deydi. Buni e'lon qilgandan keyin butun dunyo tushundi. Xitoy Amerikaning yerini ilishga kirishyapti. Ve bu
planının ya da Cihangir devlet buluşunun planının asasını hazırki yeni İpek yolu stratejiye bile esasını kuruladı. Yani Xitayning aslında bir nimesi var, bence ve iddiası var yani. Elçat efendi bu Xitayning matbuatlari masalan bu ikki tarafning savdo jihati kelishmagandan keyin masalan Xitayning xalq gazeti bo'lsin, Xinhua agentligi bo'lsin, gazet matbuatlaridan hamda keng ko'lamlik Amerika qarshi tashviqotlarni olib beryapti. Masalan bular yaqinda hatta ikki davlatga bu munosabatni hozir haqiqiy bir xalq urushi deb atadi. Bu xalq urushi degan hukm albatta Uyg'urlarga oid tushunishli bir hukm. Ammo bu Amerika bilan xalq urushi ilib beryapmiz degani buni qanday tushunishga bo'ldi? Bu bir bema'ni gap hamda xalqaro savdosida elib berilgan vaqtida. Chunki bu ikki davlatninki savdodagi bir dattalash mana degan vaqtda jang degandan dattalash desak, texmi to'g'riroq bo'ladi hamda Uyg'ur tilimizda. Bu yerda hamda Amerika hukumati Xitoyni sen barobarlik bilan mushu va'dang bo'yicha WTO kirgan vaqtida bergan bo'yicha shu bo'yicha savdo bozoringni och deyotdi. Xitoy deydi, "Ya men uni qilsam bo'lmaydi. Men uni ziyon tortaman. Shuning uchun men yana koni xamanda, yana koni naqshamni aytaman" deydi. Ham buningga Amerikaningki hozirgi bu qo'yilgan, masalan Xitoydan kirgan mallar qo'yilgan boj Xitoyni ajizlashtiryapti. Iqtisodiy jihatda aciz qo'yib qo'yyapti. Ularning ajallik yerlariga tegyapti. Masalan, burdan kun Xitoyning uqtirgan, e'lon qilingan 600 million qo'yilgan Amerikaga mallarga qo'yilgan bojning tizimligini tunugun chiqaribdi. Bu tizimlikni qarasak, nimalar bor desak, go'sht, yemaklik, asosan yemaklik. Buning ichida Amerikadan Xitoyning kirgizayotgan yuqori fan texniklik hech qanday bir narsaga Xitoy boj qo'yolmagan. Nima uchun degan vaqtida qo'ysa o'zi yiqiladi. O'zining putiga o'zi palto urgan bo'ladi. Xitoy shuning uchun, ammo bu yemakliklarga qo'ygandan keyin Amerikadan kiradigan yemaklik hamma nima oziydi. Xitoyda yemaklikka birinchi puhraning ishonchisi yo'q. Zaharlanayotgan, bulg'angan har xil ishlar bor. Hattoki buvoqninki sut parishkunimi kapolat qilolmagan bir davlat. Shuning uchun xalqning ichida bu xil to'sashninki bilan bojni yuqori qo'yishi bilan andish nihoyatda yuqori. Garchi Xitoy uchurni to'sigan bilan bu xil Amerikaning mollariga yemakliklar qo'ygan bu to'salg'ul bojlar Xitoyning puhralariga yetadi. Shuning uchun Xitoy puhralarini safarbar qilib, o'zlari bilan tang turish bu mana degan vaqtda bu jafoliq kun puhraga keladi. Shuning uchun shularni oldin olish uchun bu kona Xitoyningki milliy şovinizm yoki millatchilik shiorlarini qaytadan ko'tarib chiqib, o'zini aldash, xalqni aldash, uningdan boshqa hech qanday bir narsa yo'q. Erkin efendi, hozir hamda bu Amerika bilan Xitoy orasida albatta bu savdo ixtiloflari bo'lib hozir bir savdo urushi davriga qadam qo'ydi. Hamda buning Uyg'urga nima foydasi, nima ziyni bor hozir Uyg'urlarning cho'ng jihatdan o'ylasak masalan? Uyg'urlarga bir foydasi bo'ladi. Qanday olmasa bu Uyg'ur meselesi Xitoyning cho'ng meselelaridan biri. Bunda bo'lsa hozir Elshad apandadan keldi. Hozir hamda New York Times vaqti gazetida deyilishicha yana Amerika hukumatining Xitoy amaldorlarini, Chunchongo qatorliq 5-6 Xitoy amaldorlarini ularga magnitskiy jazo bermasligi sabab faqat shu savdo söhbati buzilib ketmasin degan maqsadda uni qilmagan hamda. Hozir hamda Amerika bilan Xitoyning savdo masalasi hozir jangga aylanib, hozir kelishamdi. Sizningcha bu Amerika hukumati hamda Xitoy amaldorlariga, Chunchongo qatorliq bularga magnitskiy jazo berish mumkinchiligi yuqorimi hozir? Menimcha mumkinchiligi xeyri yuqori deb qarayman. Hamda burundan tatib bularmi shu savdo bir necha oydan buyon bir necha qitim deyildi. Shu Magnitsky Act orqali qonuni bo'yicha Xitoyning Chunchongo boshliq amaldorlarini jazolashni. Buni eng burun 2018-yili 4-oyda Amerika Tashqi ishlar ministrligining bir ayol xonim Beijingda degan. Uningdan keyin yaqinda yana bir qitim 4-oyda yana bir qitim deyildi. Mana degan vaqt 1 yildan keyin yana qayta ko'tarilib chiqdi. Ammo bu mezgilda shu savdoda kelishim tuzab qilish ehtimoli cho'ng degan bu nim bilan ma'u ikkisi to'qinib qolmasin degan o'y bilan Amerikaningki buni balkim to'xtatib turgan bo'lishi mumkin. Ammo hozir mana degan vaqtida Amerikaning prezidenti nəhayət özü işindiğən bir adam. Onundan keyin qararını kəskin çıxırdığan bir adam. Şunun üçün
men ishonma bu odam hozirgi bu vaziyatda masalan Xitoyning tunögününüzü beriyotgan xabarlari hammasi bu odamning qulig'iga yetadi. Biz hech kimdan qo'rqmaymiz, urushmaymiz, biz tayyor, suhbat desa bizmi tayyor, oxirigacha elisha olamiz, u bu degan gaplari. Bu nimalardan Prezident Trump efendim balkim ams ko'rayliqini sen yomonmi, men yomonmi desa bu cezanı berish ehtimoli bag'an suri cho'ng. Bu birisi prezidentninki g'azabi bilan bo'ladi. Yana birisi hamda hozir xalqaradan bo'lgan besim Amerika hukumatiga nayt cho'ng kishilik huquq masalasida Amerikaninki bir rahbarlik rolini o'ynashini bo'layotgan talab nayt yuqori. Bunda bir sharoitda buni yana aql suraversa, bu hukumatninki o'zining obro'yiga yaxshi emas, bo'libmi kishilik huquq bu degan Amerikaninki qurilishdagi qimmat qarashi. Shuning uchun buningga ta'sir yetadi ham prezidentninki yana bir qitimliq saylimida bu cho'qim bu Uyg'ur masalasi ko'tarilib chiqadigan bir masala. Uningdan javob bermay hech kim qachonmaydi. Shuning uchun bu jazolashni bersa o'ziga mana degan vaqtida mushu kishilik huquqdimi bir cho'ng nomer olgan bo'ladi. Erkin apandi, Amerika bilan Xitoy bu kelishimga qo'l qo'ygan bo'lsa, Uyg'urning ishi qanday bo'ladi? Amerika yoki G'arb siyosatida Son bir özgürlük olmaydı deb o'ylayman. Çünkü bu iki devletin arasındaki ticari uruş yalnızca ticarete desek olmaydı. Bunun yanında başka uruşlama var. Mesela Amerika adı dünyanın hegemonya güçü. Ondan sonra Xitay yükselen güç tarihe karaydıgan bolsa, öpüncü zamanda yeni yükselen güç şu mevcut olan hegemonya güçü meydan okugan. Öpüncü zamanlarda o kan bile can bile tülgen. Bunun da iki misal var. Kiliş bakan takdirde bir komisyon kuruş. Yani bu kilişimler milli cetten kandan minvatıda bu kilişimi takip edilen bir komisyon kuruş lazım değil. Bu uçuk buluş lazım değil. Bunu Xitay kılamaydı bunu. Yani demek ki bunun Amerika ile Xitay'ın ki bu gideli yalnızla bir ticaretten köpeylemez. Yani nurgun siyasi, iktisadi ve şundaklı xavfsizlik cetten hem rayon karakterlik hem halkara karakterlik bir rekabet meselesi var. Bunun Amerika Xitay'ını bu strateji rakip de bir vardı. Bu 2017'nin ahırlarda Amerika'nın çıkaran milli xavfsizlik stratejisinde bunu uçuk inik dedi. Yani bunun için Amerika'nın ki rakibi Xitay ve Rusya buludu deydi. Bunlar da yani bu iki taraf çelişken takdirde iki devletin arasındaki jiriklikler yine devam kılıdı ve devam kılınacak da Uygur meselesine bu jiriklikler oturulmuş paralel bir şekilde yine oturup çıkılır deb o'ylayman. Elshad apandi, bu hamda o'zingiz olib aytgandek, hamda Xitoy hukumatining oxirgi minutlarda bu va'dasini yeni bilishi, ya'ni ba'zi analistlarning deyishicha, hamda Xitoy hukumati Prezident Trumpning birisi bu masalada g'olib chiqishni xohlamadi, ikkinchisi 2020dagi prezidentlik saylamda yana qayta prezident bo'lib chiqishni xohlamadi. Hamda buning bir zarb berish uchun bu kelishimdan voz kechdi edi. Sizningcha Prezident Trumpning hamda 2020da hamda bu sabablik qayta saylanish fursati yuqori bo'ladimi, tuvan bo'ladimi, qanday o'ylaysiz? Mening hozirgacha kuzatishimda Trumpninki saylanib chiqish, qayta saylanib chiqish nihoyatda ehtimol nihoyatda cho'ng. Birinchidan bu odam mayli ba'zi jihatlarda ba'zilarning qo'shal qilamagan bo'lsa-mu, norozi bo'lgan bo'lsa-mu, jiq odamlar masalan ko'chman masalasida, musulmonlar masalasida ko'z qarashi degandek hammadan qabul qiladigan ko'z qarash bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin Amerikaninki manfaati, masalan, chegara masalasida uningdan keyin Xitoy bilan bo'lgan hozirgi shu savdoda mayli hamma jihatdan Amerika uchun nihoyatda kuchli ish qilyotdi. Bazı meselelerni mesela hal qildi desek mi bo'ladi. NATO'ninkiga burundan tatib uzun yil 2% chiqarishni talab qilib kelgan, ammo jiq Yevropa davlatlari unimabdi, shunga yetamabdi. Bu odam chiqqandan keyin NATO'ninki 2% hammasi oshirdi, ham uningdan oshirmoqchi yana teqi 2%dan. Mana degan vaqtida bu adamninki bu jihatlarda xeyli aloyligi bor. Shuning uchun bu qitim saylamda buningga nihoyatda kuchli qarshi tarafning mu adimi mu yo'q. Masalan, demokratlarning ichida hozir o'zini ko'rsatganlardan birisi Joe Biden bor. U Amerikaning sobiq muavin prezidenti, ya'ni Obama davriki. Uningdan sirt yana Bernie Sanders. Undan boshqa bir qancha hamda nomi degandek tanilmagan bir kandidatlar bor. Hamda sizningcha bu
sobiq muavin prezident Joe Biden yoki azroq sotsializmga qarab mang'an Bernie Sanderslarning bularning Trump ustidan g'alaba qozonishi mumkinmi? Menimcha mümkünçiligi asasen yo'q deb qarayman. Chunki bütün Erkin Akram efendim degan o'xshash Xitoy bilan bo'lgan munosabat Amerikaning qaytadan yana bütün dunyoninki eng kuchli zo'r kuch bo'lishi bu bütün Amerikaning emas dunyoning talabi. Mana degan vaqtida hozirgi Xitoyning mush kuchlinishiga qaratib mengilganda tutgan bir pozitsiya. Shuning uchun Amerikaningki kuchlinishiga Trump'ninki to'kpisi nayt cho'ng bo'lyapti hozir. Bunun da hem de biz misal alsak 2 günden aldı da New York Times'ın o deyim şu demokratның kandidatları hemmesiga 3-4 sual beripti. Birisi Xitoy bilan bo'lgan munosabatda, kishilik huquq munosabatida, Uyg'ur masalasida siz qanday qaraysizlar deb. Men bularning hammasini birdan ko'rib chiqdim. Uyg'ur masalasini tilga olgan bir Sanders'dan boshqa hech kim tilga olmabdi. Qolgan Joe Biden'ninki Xitoyga degini ahmaq olmanglar. Xitoy bizga teng kelanmaydi, kuch bo'lanmaydi. Shuning uchun ular bilan so'qishning hojati yo'q debdi. Bu demak Xitoyni tegib tushunmabdi bu odam. Ammo butun Amerikadagi men hukumatdan, mayli hukumat tarafdan bo'lsin, mayli aqliya think tanklardan bo'lsin, hammasida Xitoyninki kelgusidagi Amerikaga ve dünya demokratiya medeniyetiga bo'lgan tahdidligini tonib yetib bo'ldi. Bunda bir sharoitda demokratlarning bu xil behuda yoki ba'zi vaqtlarda qarang'u bir qarash, ahmoqona qarashlari Xitoyga bo'lgan, bular o'zininki saylanib chiqishiga bir putli qashon bo'lishi tabiiy. Bo'libmi Uyg'ur masalasi hamda Amerikaning hozirgi siyosiy vaziyatidagi asos kishilik huquqning temisiningki boshdan bo'lgan bu sharoitda Bernie Sanders'dan boshqa hech kimningki bu Uyg'urning masalasini tilga olmaganligi mana degan vaqtida saylanga tushgan vaqtida buning yana qayta ularga chiqadiganligi, ularning javob berishini majburlaydiganligi bu jihatda meningcha Trump hukumati ustunlikda. Nima uchun degan vaqtida hozirgacha muavin bosh prezidenti bo'lgan Mike Pence, bosh sekretar bo'lgan Mike Pompeo bular hammasi Uyg'ur masalasini bir bayroq qilib kishilik huquqninki ko'tarib davomlashtirib kelyapti. Amerikaning tarixida bunda yuqori darajada ko'tarib boqmagan. Ba'zi analizchilarning deyishicha hamda bu savdo urush oxiri hamda ishki davlat orasidagi munosabatni buzib, hatto so'g'oq urush qadam qo'ymoqda deb aytadi. Siz buni qanday qaraysiz? Agarda yangi bir tipdagi so'g'oq urush bo'lgan bo'lsa, aslida boshlab bo'ldi hozir. Agarda shu bilgan Sovet ittifoqi va Amerika orasidagi o so'g'oq jang bo'lsa, o darajada o seviye kelmadi. Fakat ikki davlatning orasida shu savdodan boshqa nurg'un sohalarda bazı uçmazlık, bazı düşenmezlik ve bazı menfaat ziddiyetlikler var. Bunlarını hal kılış için bir kıtımda hal kılınıp olmaydı. Şununla nurgun müzakereler kılındı, nurgun kilişimler kılındı. Erkin efendi, gepinizi bölüp ettim. Bu Amerika, mesela Amerika'nın Tashqi ishlar ministri, mesela Mike Pompeo, Prezident Trump hazır Rusya'ya evetip, hazır Rusya'nın Tashqi ishlar ministri Lavrov bilan ko'rishdi. Hazır mush ikki tarafning savdo urushi boshlangan hamon. Sizningcha bu nimadan derak berdi? U O'rus bilan birlashib Xitoyni joylashmi yoki faqatlam diplomatiyami? Diplomatiya bo'lsa, ya'ni shu Xitoyga qarshi qildiganligi bir qildiganligi ma'lum. Buni Prezident Trump'ni o'z vaqtida, ya'ni prezident bo'lmasdan avvalmi shu yo'lga kirgan, ya'ni Rossiya bilan hamkorlik qilib Xitoyni tizginlashtirdi. Ammo Amerika bilan Rossiyaning orasidagi bu ziddiyatlar bir kun ikki kunda hal bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu arasındaki bazı ziddiyatlarni netice muzokaradan keyin belki hal bo'ladi, ammo Xitoy bu yerda jim turmaydi. Shunga Rossiyani yeni tatib turib Amerikani yolg'izlashtirishga kirishlik deb o'ylayman. Ve shundaqla bu ish uzib mangdi. Ammo Amerika bilan Xitoyning arasındaki bu yeni tipdagi so'g'oq jang başlandı ve devam kıldı deb o'ylayman. İki haftanın aldıda Amerika Tashqi ishlar ministrligida bir ayol so'zida bu Xitoy bilan bo'lgan budaq to'qinish Hristiyan g'arb madaniyatidan sirt bo'lgan bir davlat bilan bo'lgan to'qinish dedi. Buni bunday qilib tarjim qilsak, naq Samuel Huntington apandimninki degan madaniyat orasidagi bir urush. Buna deganda Erkin Akram apandimning deganidek bu bir yana bir xil madaniyat orasidagi
to'qinish boshlandi desak bo'ladi. Buni Amerika mı e'tirof qilyapti, g'arb dunyosi mı e'tirof qilyapti. Hatto Xitoy mı bugungi Xi Jinpingning so'zini yana buning selishtirsak, ular mı bizning madaniyatimiz seninkiga o'xshamaydi. Ya men senga rahbarlik qilaman, ya bo'lmasa sen qilsa degan shu yerga akeldi mana degan vaqtida. Shuning uchun buni bir rasmiy yusundagi so'g'oq urush boshlandimi desak, endi o kommunizm ideologiyasi emas, mening shaxsan ko'z qarashimda insoniyatningki eng ilg'or bo'lgan bir madaniyati bilan Xitoyning tarixdan qolib qolgan bir madaniyatiningki orasidagi to'qinish. Rahmat sizga İlşad Hasan Efendi, ham rahmat sizga Erkin Akram Efendi, bugungi suhbatimizga alohida qatnashib berganingizga. Sizga rahmat. Rahmat aytaman. Arzimaydi. Hörmətli görürmənlər, biz bugün Amerika-Xitay savdo urushi to'g'risida suhbat olib bordik. Bu programmamizga diqqat berganingizga ko'p rahmat. Kelasi qitim ko'rishguncha xushvaqt bo'linglar.